Nima gap, tinchlikmi? Bugun shahardan chiqib ketishing kerak. Tushunarli. Yaqinlaring bo'lsa, xayrlashib ol. Yaxshi. Kutib turaman. Bo'pti. Qani siz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qalaysan? Bilasizmi Bekzod aka, men anavi xayr. Hayallardan bezdim, bilmayman o'zim ham nega seni sevdim. Dil to'la dardu g'am, hayallardan bezdim, bilmayman o'zim ham nega seni sevdim. Ey qoshi qalamli, bevafo qadamli, savol alamli, nega seni sevdim. Ey qoshi qalamli, bevafo qadamli, bu savol alamli, nega seni sevdim. Bundan zo'r azob yo'q, men kabi xarob yo'q, bir umr javob yo'q, nega seni sevdim. Bundan zo'r azob yo'q, men kabi xarob yo'q, bir umr javob yo'q, nega seni sevdim. Yarlar turib, nega seni sevdim. Ishqi orlar turib, ahdi borlar turib, shuncha yorlar turib, nega seni sevdim. Bezabon bo'lmasam, notavon bo'lmasam, yonadon bo'lmasam, nega seni sevdim. Dil to'la dardu g'am, xayollardan bezdim, bilmayman o'zim ham nega seni sevdim. Hayallardan bezdim, bilmayman o'zim ham nega seni sevdim. Dil to'la dardu g'am, hayallardan bezdim, bilmayman o'zim ham nega seni sevdim. Ey qoshi qalamli, bevafo qadamli, savol alamli, nega seni sevdim. Ey qoshi qalamli, bevafo qadamli, bu savol alamli, nega seni sevdim. Bundan zo'r azob yo'q, men kabi xarob yo'q, bir umr javob yo'q, nega seni sevdim. Bundan zo'r azob yo'q, men kabi xarob yo'q, bir umr javob yo'q, nega seni sevdim.
negasini sevdim. Men kichik leytenant Mavlonova Sadoqat Rustamovna aldov yo'li bilan olib ketilgan qizlarni qutqarish operatsiyasiga maxsus topshiriq bilan jo'natilganman. Va bu topshiriq muvaffaqiyatli bajarildi. Oramizda bizga yordam bergan yarador bor. Vatanimga xizmat qilishga tayyorman.